haqiqatda hisob kitobsiz jannatga kirish, men buni shunchaki hozir bir misol tarzida aytyapman xolos, munosabat bo'lganligi uchun. Esimda bor, tafsir darsida universitetda o'qib yurganimizda Qozog'istonda tafsir fanidan imtihon bo'lgan. Imtihondan oldin ustoz imtihon boshlanishdan oldin turg'izib, falonchani imtihon qilishni hojati yo'q, chiqib ketaver degan. O'sha paytda qiyomatdagi hisob kitobsiz jannatga kirish qanaqa bo'lishligini inson boshqacha his qilgan. Haqiqatda yana hamma haqiqatda qattiq qo'l ustoz edi, baho qo'yishda qattiq qarardi. Hamma qo'rqib, o'tamanmi, o'tmaymanmi deb turgan joyda turg'izib, bo'ldi imtihonsiz baho olding, chiqib ketaver deyishlikda haqiqiy o'sha hisob kitobsiz jannatga kirish degan narsani inson his qilar ekan. Demak, iloji boricha mana shu Alloh taolo hisob kitobsiz jannatga kirgizadigan bandalar qatorida bo'lishga inson harakat qilish kerak. Alloh taolo hammamizni mana shu narsaga yetkazgan bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.